Qorasuv massivining markazida xuddi mana shu ko'rib turgan loyihangiz qurib bitkazdik. Deyarli tayyor. Bitta kamchiligi qoldi nima? Lift. Liftni o'rnatsak bo'ldi, siz bilan xonadonlarga remontni boshlab ko'chib kirsangiz bo'ladi bemalol. Shundoq ham shu yerda yashaydigan aholi soni o'zi remontlarni boshlagan. Gazlarni, svetlarni, hamma podachalarni o'tkazdik, asfaltlarni yakunladik, bolalar maydonchasini qilib bo'ldik. Xo'p, magazinlarimiz ham ekspluatatsiyaga tayyor. Ishga tushsa ham bo'ladi. Magazinlar egasi albatta. Xo'p, ushbu massivda, ya'ni ushbu majmuada xonadonlar soni deyarli qolmadi hisob, deyarli kam. Bor 4-5 ta xonadonlarimiz qolgan, 3 xonali, 2 xonali. Xo'p, ushbu xonadonlarni xarid qilmoqchi bo'lsangiz agar nima qilish kerak? Boshida kamida 50% boshdan to'lov qiling. Qolganini 2 yilga bo'lib to'lashga oling. Albatta foiz yo'q, penasi yo'q. Xudo xolasa shu yil oxirigacha kadastr hujjatlarimiz chiqadi va qolgan summasini bemalol to'lab o'tadigan ham bo'ladi kadastr chiqqanidan keyin. Bu majmuada 3 xonalik 86, 103 kvadratli xonadonlarimiz bor, katta oilalar uchun. Liftlarimiz bor. Baland qavat, tepa qavat, past qavat deb o'ylamaysizlar. Baland qavat bo'lsa ham liftlarimiz bor, har doim ishlaydi. Chunki Qorasuvda liftdan muammo yo'q bo'lmagan. Nega? Qorasuvda har bitta joylarda, ya'ni ayrim domlarda shirkat biriktiriladi. O'sha shirkat liftlarga va atrof muhitlarga qarashadi. Shuning evaziga liftlar har doim soz holatda bo'ladi. Buzilsa ham shirkat keladi, uni to'g'rilab ketadi. Undan xavotir olmaysizlar. Xo'p, ushbu massivda xonadonlar tayyor, shu yilda bitadigan xonadonlar yo'q. Faqat mana shu loyiha Qorasuv bo'yicha eng tez bitadigani shu. Agarda sizga tez kunda ko'chib kirishga, ya'ni keladigan qishga ko'chib kirishga xonadon kerak bo'lsa, albatta pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Xudo xolasa sizga to'g'ri keladigan xonadonlarni taqdim etib beramiz. Sizlar bilan Qorasuv uylari like va podpiska bo'lishni esdan chiqaring.